Leksiyelerimizin devamına dikkat kılın, hürmetli vatandaşım. Amerika Devlet Meclisi'nin bir neçe nefer azası Prezident Obama'ya imzalı xat yazıp, Reis Xi Jinping bilen görüşkende kol tutadigan meselelerini o'ttirib qo'yishga haydakchilik qildi mavzuli xabar 9 ayning 25 kuni Amerika ovozining Xitoy Tel programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Sizlarga qisqartib yetkizimiz bu xabarning mazmunini vatandoshim. 9 ayning 21 kuni, yana haftaning 1 kuni Jungoning raisi Xi Jinping Amerikaga ziyorat kelishning harpisida Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan yoki ikki partiya a'zolaridan 26 nafar Amerika Davlat Majlisining a'zolari Prezident Obamaga imzoli xat yozib, Reis Xi Jinping bilan ko'rishganda Amerika ansirayotgan va ko'ngil bo'layotgan masalalarni o'ttirg'a qo'yishga haydakchilik qildi. Bu masala to'g'ri bexatarligi masalasi, Jungoda savdo tijorat muhiti masalasi, Janubiy Jungo dengiz masalasi va kishilik huquq masalasi qatorliq masalalarga chetilatdi. Biz bu fikirlerin içinde fakat kişilik hukuka ait kısmını ve vatandaşlarımızga yetkizimiz. Amerika hükümetinin yuqori derecelik amaldarları Reis Xi Jinping Amerika'nı ziyaret qilish paytida Jungo hükümeti kişilik hukuka eg'ir xiloflik qiladigan voqealarning davomli mavjud bo'lib kelayotganligini Jungo rahbarlariga ko'rsatib qo'yish kerak. Davlat Majlisining a'zolari yozgan xatning mazmuni yuqoriqidek davomlashidir. Bu cihette mevcut bulunatkan eg'ir meselelerni nazarga elib, bo'libmi Amerika Kengash palatasi ve Avam palatasi a'zolari bundan burunqi yozgan xatida ba'zi meselelerni ko'rsatgandek, siz Amerikada rahbarlik qilayotgan hukumat, Prezident Obamaga yozilayotgan xat, siz Amerikada rahbarlik qilayotgan hukumat, Jungo hükümeti bilen uçraşkanda bu cihetki meselelerini elbette avval o'ttirib qo'ydigan mesele deb hesaplaymiz. Amerika Jungo kişilik huquq söhbeti uzun müddet taşınıp kalgandan keyin yana qaytadan asliga keldi. Gerçi biz bundaq o'zaro haydakchilik qilishning muhimligini tunib yetsekmi, lekin biz sizning hukumatingizning, yani Prezident Obama hukumatingizning bu qatlamli fikir almashtirish jarayonida kishilik huquqqa diqqat qilishini o'ttirib qo'ysangiz. Kishilik huquqqa diqqat qilishni o'ttirib qo'ysangiz, balki kishilik huquqdan iborat bu muhim temaga faqat kishilik huquq suhbati ramkisi cheklanib qolmasa bo'ladi. Kishilik huquqdan iborat bu muhim muammo, muhim tema faqat ikki davlat o'rtasidagi kishilik huquq suhbatining ramkisi ichida cheklanib qolmasa bo'ladi. Prezident efendi, biz Reis Xi Jinping Amerikani ziyorat qilganda shundaq fursatda Jungo hukumati tarafga Jungo Amerika munosabatidagi intayin zo'r ixtilof meselesini ko'rsatib qo'yishingizni murojaat qilamiz. 26 nafar Davlat Majlisining a'zosi Prezident Obamaga yozgan xatning eng oxirisida hurmatli Prezident efendi, Jungo bilan Xitoy o'rtasidagi intayin zo'r ixtilof masalasini Jungo hukumatiga ko'rsatib qo'yishingizni murojaat qilamiz deb ko'rsatdi.